Assalomu alaykum hurmatli ahli Instagram. 70 kvadrat 29 ming dollar narxi. Arziydimi yo'qmi shu xona? Kap bo'lishi mumkin emas. Mana shu kattagina zal, do'xkontirni katyol turibdi. Bu xonasiga batareyasi bor. Ana endi mana bu eshikdan kiraverishda mana bu chap qo'limizda sanuzel bo'ladi. Birdan ko'rsatay mana. Sanuzel bo'ladi, kattagina. Keyin bu yer nima bo'ladi? Bu yer kuxnya bo'ladi. Kuxni bo'ladi. Mebel polni bo'ladi. Mebellar bo'ladi, gilamlar qo'shiladi. Mebel, gilam, konserner ham qo'yasizmi? Konserner ham bo'ladi, televizor ham bo'ladi. Konserner, televizor bo'ladi 29 mingning ichiga. Gilamchi, gilam. Gilam ham bo'ladi, hamma yerda gilam bo'ladi. Gilam bo'ladi 29 mingning ichiga. Mana shu kuxni mebel bo'ladi, do'xontirni katyol bor. Yana gaz plita ham qo'yib beraman deyaptilar. Konserner, keyin gilam ham to'shab beraman. Katta zal, bu kuxni alohida bu nima? Bu spalni bo'ladi, kattalar. Bu spalni bo'ladi. Bu yerga ham batareya. Bu-chi bu? Bu shkaf bo'ladi. Shkaf ham ichida. Shkaf ham ichida bo'ladi. Shkaf ham 29 mingning ichida. Bu yerga ham gilam to'shab berasiz. Bu yerga hamma yerga gilam bo'ladi. Arenterimiz Marhaboda joylashgan Novostroyka 6 qavatlik binoni pol podvali deyiladi. Mana bunaqangi trezalari bor. 29 mingga 70 kvadrat. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqinglar. Akamiz shu yerga olib keltirib ko'rsatadi. Kelaveringlar.